Assalomu alaykum. Keling, hurmatli mijoz. Sifatli azoblash xizmatidanmi? Sizlarga murod. Bu fil food, o'sha fast food restoranimi? Aha. Siz kim bo'lasiz, hurmatli fuqaro? Ish boshqaruvchimi? Boshqaruvchi. Chetroq o'taylik. Biz tekshiramiz. Hozir agar bitta chang topsam, azoblaganda ham umuman sifatli azoblar chiqib ketaman. Burgeringizda agar muammo chiqadigan bo'lsa, oliy darajada azoblayman, aytib qo'yay. Qanaqa bo'ladi? Oliy. Duftam daram. Mana shuni to'liq aytaman. Kelishdingiz? Qani boshlayman. Chang yo'q. Nima joy? Kassa mijozlarga qulay bo'lish uchun kirorcha qo'yganmiz. Sharoitlar mana. Klientlar uchun hamma narsa bor. Zona nima zona? Bolalar maydonchasi oilaviy keladiganlar uchun Nechidan nechigacha ishlaysiz? ertalab 7 dan soat 1 gacha ochiqmiz. Xursandmi hamma? O'z mijozlar bilan gaplashsam xijolat qilib qo'ymaysiz. Yo'q. Endi mahsulotlaringizga boringchi. Burger, twister, tandir lavash. Yana necha xil mahsulotlaringiz bor? Yo, bo'ldimi? 3 xilmi? Pizza deysizmi, club sandwich deysizmi? Xullas 50 dan ortiq taomlarimiz bor. Hozir eng ko'p sotilayotgan mana shu twister, mana lavash, keyin mana burgerdan yeb ko'raman. Uka, nimadir muammo bo'lsa, lekin voy shunaqa azoblayman, bunaqa azobni ko'rmagansiz, hozirgi qo'shiqda ertalabgacha aytaman. Qani? Tandir lavash mazasi yaxshi. Ishxonada mendan tashqari yana 6 ta tekshiruvchi bor. Bundan 6 ta aytib yuborasiz, olib ketamiz. Ashyoviy dalil sifatida. Bundan ham o'rtaq tekshiruvchilarga 6 ta. 10 ta. Boshqa tekshiruvchilar ham kelib qolishi mumkin. Ayting bolalarga bo'la bersin. Hal qilamiz. Ha, oshna turingsa, deb ovqatlanib olmanglar. Ha, men hozir Namangan sentrida mana 5-mikrorayondagi Fil Food bor-ku. Ha, burger restoran. Ha. Ashatda hozir bosdim. Paqqa ishonishdi. Bugun kvartirada banket bo'ladi. Aka, Bo'ldi. Men hozir mana ashyoviy dalil sifatida oldim mahsulotlardan. O'zlaringizdan ham bir o'sha ekspertiza qilib, natijasini aytasizlar. Boshliqlarga chiqib ogohlantirib qo'ydim-da. Yana qayerda bor? Yana ochmoqchi. Nechta filiallaring bor? To'rala filialimizda ham holat va ishtaham zo'r. Yaqinda uy ichida yangi filial ochamiz, bemalol boramiz. Qarashing. Ehtiyot qilib mashinaga qo'ying. Hali. Yer roltining to'xtatib tur. Mana ish ketyapti.